решили поселок строить. Mana ko'rib qoldim hali. Нам нужно, чтобы хорошая земля была, чтобы была хорошая вода. Макан сам без воды сидит. Зачем мы Макан-то поедем? Маканға бармай. Юмагулов Ильдар, Башқұрт. Хорошие дома были. Tushira narsadir. No, Куда у тебя? Tushira Вот в этом доме живут, в этом доме. Куда я уеду? Урыслар yog'ini narsaga yetib yotib, mana kishi. Распродавали народное достояние. Bular qachon anglab jetar ekan mana bu mana shu kishilar. Что biz urushga qarshi chiqirga tegishmiz. Shuni bet endi, mana bet endi Xabirov, Badranov bilan ishlamay. Mana ishli uruslar ustunda. Azat Badranov как говорится, munda Xabirov peshka gana. Peshka. Shunda просто u bir kusogan oshi. Shuni anglarga kerak. Подольское месторождение. Так вот, он поехал туда. Mana shunday optirayman mana shunday kishilarni. Вроде бы durust so'li. И в то же время uruslar bilan degan narsaga o'zin покрывать etadi. Uruslar bilan покрывать etirgan ni o'tag'ama kerak. Shu uruslar bet endi biladi. Boshqirdiston bilan Tataristonni siga. Butun oqsha bet Moskvaga ketalasan. Siz narsa men yash bu mana ulug' kishi shunday xuyna so'li. Выехал сюда первый заместитель руководителя администрации главы республики Башкортостан Азат Бадранов. Получается, mana Badranov, блядь, Qutaqsanaga. Xabirov, mana butunisi naxuy zindonga tig'irga. Onun uchun naxuy bosirga kerak, onun uchun bosirga kerak naxuy, butuni bizga jiyilirga kerak. Qulga qurol olirga kerak. O'lsak o'lamiz naxuy. Главное naxuy Boshqirdistonni полный naxuy o'zi bizga tortib olirga. Urusdan shiqirga, o'zimizni respublikani qururga kerak. Men mitiz bila turib shuni so'lim. И bir boshqirt Ruslan Gabbasov so'li shuni. Ammo bilad, Ildar bilad. Xuyna so'li uruslar yog'inda. 3 или 24-го, да, а за день Qachon bilad naxuy shunday Boshqirdistonda bilad qo'rqmay turgan yigitlar jiyila boshlaydi bilad. Tatarlar, Boshqirdiston tatarlari, Boshqirdiston bilad boshqirdlari. Mening kibik mitislar. Qachon so'ng naxuy siz uyanasiz? Siz narsa, до такой степени манкуртсizmi? В 2019 году 30 декабря сказали нам. Ko'rmaysizmi naxuy? Переселение, блядь. Necha xalqlar уже переселение bo'ldi bet endi уже. Нет этого поселка. Строительство причем началось. Mana shu uruslar deb bilan qo'y. Meni boshqirt nanamda naxuy mana shu diddomda qolar. Проекта Башмезия. Потому что эталарын o'tiralar. Этот вопрос тоже меня очень сильно интересовал. Слишком много разговоров и шума. Эта история. Нам представили 3 проекта переселения. То есть, во-первых, bütün zlo Urusdan kelar. Mana ular manqurtlar. Mana bu boshqirt tugul bu manqurt o'zini xalqin sotgan, oqsha uchun sotgan. Mana boshingni olarga kerak. Mana boshini olarga kerak. Стоит мужичок в чистом поле, одел строительную каску и говорит: "Вот здесь мы O'zini uylaridan kishilarni ikkinchi yerga ko'chirarlar. Narsa uchun Kitayga narsadir tovar sotish uchun. Проекту не имеет никакого Toshboshliq tugulmani endi bu. Только один баннер и больше ничего. Biz bit buni qo'lga olsak, butunay bir o'zimizda qoladi, butun oqsha o'zimizda qoladi. Bir qo'yana qo'y, ketib ishlarga kerakmi? Qo'shirga kerakmi? O'zimizni yerimiz bo'lar. Shunaqa narsa kurashasizgiz kelmaymi? Говорит, в 25-м году мы Qo'ydan kurashuv bo'lsin endi naxuy. Siz bit meni даже kanallarimga подписаться etolmaysiz. Но в 25-м году Qozoqlar menga kanallarimga подписываться etalar. Aybat kommentariyalar qoldiralar. Boshqirdistondan bir boshqirt, bir tatar ko'tin ko'tarmay, qo'rqoq. Duxingiz yo'q. Потом aytasan, "Что ты материшься?" Kanal ochig'izda materitsa etasizmi? Muloyim so'lashasizmi? Qutag'im qo'yib qo'yganman butuningizga. Mening bilan bosgan kishilar mening bilan durust yo'lda bo'lar. Shunda men so'lashirman. Onda naxuy, bubnet не надо naxuy. Sugunammi men, sugunmaymi? Kecha kimdir menga Telegramga yoza. Narsa sugunasin, слушать невозможно.
мобилизация, в которой o'zbeklar aytgandek qutag'imdan nari qutag'imga qo'yib qo'yganman, qutag'imga qo'yib naxo'y og'zig'izga berganman naxo'y. Любой boshqirdni da totarni da naxo'y. Boshqirdistondagilarga da Tatarstondagilarga da kасается. Men qo'rqoq bo'lsam naxo'y bu YouTube kanallarni butun narsalarni ochmasmen naxo'y. Men qutag'imni qo'yib qo'yganim uchun ochdim buni men. Siz naxo'y mujik bo'lib turib tashaq astalari bilan qutaq sizga narsa uchun berilgan. Qutaqni bir-biringizni ko'tingizga tig'ib sigigiz naxo'y. Потому что sizni уже урuslar siga. Mana manqurt boshqirdlar siga. Хабиров bilan Badranov. Потом siz menga еще, бубнить будете нахуй, что ли? Mana shulay menga нахуй ultimatum etib naxo'y qarshiga YouTube kanal ochib menga chig'igiz naxo'y. Давай stream ishlaymiz. Qo'ysing naxo'y chigasin, блядь. Menga qarshi chig'irga можете, a urusga qarshi chiga olmaysan, Habirovga qarshi chiga olmaysan. Alsinov o'tira. Alsinovni o'tirtgach 90 kishigina chiqdi. 90 kishigina. A Boshqirdistonda necha ming kishi bor? Necha million kishi bor? 90 kishi, и necha million kishi. Показывать там работу, да, мы уедем уже с сегодняшнего... Давайте bosig'iz naxo'y. Sanak qo'lga olib. Qo'lga sanak olib. Qo'lga sanak olib bo'lsa-da naxo'y bosig'iz. Qo'ya bilay, duxig'iz bormi? Yo'q naxo'y. Bizni ota-bobolarimizda mana meni qortataylarimda duh bo'lgan. Balkim sizni qortataylaringizda duh bo'lgan. А hozir yo'q duh. Badranov предлагает построить поселок людям на вот такой непригодный для Butunimiz naxo'y qo'rqoq, как бы pustынной территории. Butunimiz naxo'y shul yarar deb. Mana bu shu abiga, bu xotinga kim yordam bersin? Hozir uni silikon ko'chiralar, yashab yotgan uyindan. Sizga jal tugilmani o'zingizni boshqirtni. Mana bu meni xalqim, boshqirt. Tatari da meni xalqim, o'zbagi da meni xalqim. Bizga Qozog'iston ayta, boshqirtlar turg'iz, biz bratmiz deya. Turg'iz, siz turmasangiz biz kelolmaymiz sizga deya. Потому что ularda da diktator. Но ular zato хоть морально qo'llaylar meni. Mana TikTokda. Ular alanga makanga jibaralar ularni. Bu где даже я не знаю, где это происходит, во-первых. Boshqirdistonda. Qaysi yerdadir u? Ну shul опять shul tog'lar qirindadir endi qo'ydari shuqiylar narsalar shuqiylar mana tashag'asta mana bu. Причем по третьему варианту Ishi oldi bitali u. Sina beralari deya. Nindi sina bersin endi naxu bu shirib bitgan uylarini naxu. Bular oqsha beraman endi. Главное sen chiqib ket. Всё pizda будет. Давайте восстание ko'taragiz mana shularga. Duxig'iz jetami восстание ko'taraga? 90 kishi to'lka chiqib yurmagiz. Butun shahar chiqsin naxo'y. Butun Boshqirdiston uramga chiqsin, блядь. Ishga bormagiz naxo'y. Mobilizatsiyaga bormagiz. Давайте chiqig'iz naxo'y. Revolyutsiya ishlarga kerak. Такое мероприятие, это раз. Два, вопрос переселения, это, конечно, сложно. Mana shulay. Такое мероприятие. Chiqa bilmagash. Связанное с qo'ldan kelmasa naxo'y. Хотя бы chitga chiqib, mana bizga o'xshab, jiyilib kurashni boshlarga bizga yordam kishilari, как говорится, yetmay. Biz birlashsak, ko'paysak, mana shundagina narsadir bo'lib chiqargan может. Bizga ko'payirga kerak. Urus yog'ina yotmasdan. Короче, men so'ladim endi. Дохуя даже. Надеюсь, дойдет инда. Сейчас загружу везде. Надеюсь, вам дойдет. Надеюсь, блядь, нахуй, когда-нибудь вы уянасыз уже, в конце концов, блядь. Вот что будет. По-другому я не вижу, потому что по-другому у нас не привыкли делать. И грош цена вот этим словам Бадранова, словам вот этой межведомственной комиссии, словам Хабирова, само собой. Хабирова, который... Uy beralar ekan. Kanalizatsiya yo'q uyda. 25 ta bo'la kanalizatsiya, 26 da naxo'y narsadir bo'la. Hozir uydan quvib chiqarib, allang bir betonniy narsaga qo'ygan italar. Или голый yerga. Межведомственная комиссия Это duraqliq naxo'y. Kim ularni yoqlaydi? Как обогатиться самим
и как обогатить вот этих Всё, давайте. олигархов, которые строят Пиздец. вот эти вот